Kimki Ramazanda bir gün rozasını sebepsiz tutmasa degan hadis sahihmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men birsidan kimki Ramazan oyida bir kun ruxsatsiz kasalmi bo'lmasdan roza tutmay tamoq yevatsa, u kishi zamonlab roza tutsimi ado topmaydi degan hadisni angladim. Bu hadis sahihmi? Bu hadisning ma'nosini tafsiliyroq tushuntirib qo'yishlarini umid qilaman. Hech bir sababsiz kasalmi musofirmi emas turuqliq roza tutmagan bo'lsa, o'rniga bir kun qazosini qilib olsa to'g'ri bo'lamdi? Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Imom Buxoriy sahihida mundaq degan: Abu Hurayra radhiyallohu anhuning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mundaq rivoyat qilganligi so'zlangan. Kimiki Ramazanda bir kun rozasini sababsiz ham kasalmi bo'lmagan turuqliq tutmasa, garchi bir ömür roza tutsimi shu bir kunning o'rnini to'ldira olmaydi. Qaraydigan bo'lsak, Imom Buxoriy bu hadisni sanadsizla muallaq rivoyat qilgan bo'lib, yana tehi ojizlashtirish siyg'isi bilan so'zlangan. Rivoyat qilindi degandek iboralarni ishlatgan. Demak, Imom Buxoriy nazarida bu hadis ojiz. Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai qatorliq olimlar mazkur hadisni sanadlari bilan rivoyat qilgan. Bo'lsa-mu, biroq Imom Ibn Hajar bu hadisda 3 illat borligini bayon qilib, bu hadisning ojizligini muayyanlashtirgan. Imom Ibn Hazm, Imom Qurtubi va keyingilardan Shayx Albani qatorliqlarimi bu hadisni ojiz deb baholagan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kimiki Ramazanda bir kun rozasini sababsiz ham kasalmi bo'lmagan turuqliq tutmasa, garchi bir ömür roza tutsimi shu bir kunning o'rnini to'ldira olmaydi deb qaragan. Imom Buxoriy sahihida bu rivoyatni jazmlashtirgan holatda muallaq rivoyat qilgan. Demak, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning shundoq deganligi sahihdir. Bu rivoyatni yana Ibn Abi Shayba bilan Tabarani sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Qaraydigan bo'lsak, sahih hadislarda rozani qasdan buzib o'tgan kishi o'rniga bir kun roza tutishga buyurilgan. Bu ikki xil hadisni Imom Tahaviy mundoq tushuntirgan. O'rniga bir kun roza tutishga buyurilgan hadis bilan bu hadis zid kelmaydi. Chunki av hadisda qazosini qilish kelgan. Ma hadisda rozani buzib o'tgan yoki roza tutmagan ashu bir kun qo'ldan ketdi, endi qaytmaydi. Gerçi keyin bir ömür roza tutsimi shu bir kunning o'rnini hargiz to'ldira olmaydi degan. Xuddi bir kishi bir namozni o'zirsiz vaqtida o'qimasa, uningga qazosini qilishi vojib bo'lgandekla, uning qazosini qilish bilan uni dal vaqtida o'qigan taqdirda erishadigan savobga erisha olmaydi. Shuningga o'xshashla, Ramazonda ig'iz ochgan kishi qazosini qilishga buyurilgandir. Ashu qazosi orqali dal vaqtida roza tutgan bo'lsa, erishadigan savobga erisha olmaydi. Yana Said ibn Musayyab, Sha'bi, Ibn Jubayr, Ibrohim, Qatada va Hammad qatorliq bir qism olimlar tavba istig'for aytish bilan o'rniga bir kun qazosini tutadi deb qaragan. Buni Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilgan. Ammo ko'pchilik olimlarning nazarida kafaratmi keladi. Kafarat 2 oy o'zildirmay roza tutish yoki buni qila olmasa 60 miskinga tamoq berish. Meningcha, ko'pchilik olimlarning bu qarashi hadislarda kelgandek jimo bilan rozasini buzgan odamga munosib. Roza tutmagan yoki yemak-ichmak bilan rozasini buzgan kishi tavba qilib, o'rniga bir kun qazosini qilib olish kerak. Chunki jimodan boshqa bu ishlar bilan rozasini buzgan kishi haqida hadislarda kafarat berish ko'rsatilmagan. Ma'lumki, Ramazonda o'zirsiz ig'iz echish haromdir. Ramazonning hurmatini saqlamaslikmi og'ir gunohdir. Shunga buningdan tavba qilish zarur. Vallohu a'lam.